bola yoshligida ota-ona eng aqlli, eng zo'r, eng kuchli deb o'ylaydi mana shu 7 yoshga kirguncha. Bir oz katta bo'lgandan keyin ota-onam xuddi men bilganchalik biladi-da degan narsaga o'tadi. Yoshi yana ham katta bo'lib, o'qib, martabalar topib, dunyo topib, pul ko'p topib, jo obro'li bo'lib ketgandan keyin endi ota-onam qoloq odamlar, o'qimagan, endi gapirib qo'yadi-da endi. Ularda endi gapini eshitib qo'yaveramiz-u, xo'p deb qo'yaveramiz deb qo'yadi. Yoshi katta bo'lib, ota-onani topa olmasdan boshiga qiyinchiliklar kela boshlaganda dunyoda otamdan, onamdan boshqa oqil va aqlli zot yo'q ekan degan xulosani qiladi. Ungacha qiyin. Shuning uchun ota-onangizni maslahatini oling. Siz bosib o'tgan yo'llarda bosib o'tgan. Bolangizni tarbiya qilishingizdan tortib, oila tutumingizgacha ota-onangizdan so'rang. Maslahat so'rang. Ular chunki bu jarayonni bosib o'tgan ota-ona. Shuning uchun ham azizlar, ota-onani duosi, ularning xizmatini qilishlik biz uchun ulkan savob.